Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan Tangirov Sanjar. Bugun qanaqa qilib kompyuterimizga drayverlar o'rnatishni o'rganamiz. Ya'ni oxirgi paytlarda ko'pchilik muxlislarimiz Odnoklassikaga yozishyapti. Meni kompyuterimni ovozi ishlamayapti yoki mikrofon ishlamayapti, kamera ishlamayapti yoki qanaqadir telefonlar tiqqanimiz, ya'ni USB tiqqanimizda USB ni ko'rsatmayapti. E, Mishka ishlamayapti, klaviatura ishlamayapti. Shunga o'xshash savollar berishyapti. Buni qanaqa qilib ishlatish mumkin? Albatta buni hammasi kelib drayverlarga taqaladi. Ya'ni bugun qanaqa qilib drayverlar o'rnatishni o'rganamiz. Demak, boshladik. Mana bu saytga kiramiz. drayap.su saytiga va hozir bu yerga kiramiz. Saytga kiramiz. Saytga kirganimizdan keyin sizda notebook bo'lsa, albatta mana bunga bosamiz. Для notebook. Demak, kompyuteringizni kompaniyasini topib olishingiz mumkin. Bu yerda hamma kompyuterni kompaniyasi bor, ya'ni Acer, Asus, HP, Dell, Samsung, Toshiba, Sony, Lenovo shunga o'xshash. Menda demak Acer va kompyuteringizni markasini o'qiysiz. Menda V3571G, demak V3571G demak o'rtalarida bo'lishi mumkin V harflar ichida. Demak, mana bu yerlardan hozir topishimiz mumkin. Demak, mana V. Demak, endi bu yerdan topamiz. V3571G. Mana ko'rib turganingizdek V3571G. Demak, bosaman. Bosganimizdan so'ng mana bu yerda drayverlar chiqyapti. Ko'rib turganingizdek, drayverlar juda ham ko'p. Hozir hammasini aytib o'tishga harakat qilaman. Demak, Nvidia bu video kartamiz drayveri. Agarda sizda Windows NT degani ham chiqqan ekan, men buni bilmasdim qanaqa Windowsligi. Demak, pastroqqa tushamiz. Mana bu yerda yozib qo'yibdi Windows 8 va Windows 7 XP lar uchun bular. Windows 7, Windows 8 va HP lar ham uchun bo'laveradi. Demak, xohlagansiz skachat qilib olasiz. Bu yerda drayverlar bu Broadcom, menimcha bu internetga bo'lsa kerak, adashmasam. Bu ham demak, bu yerda hozir mana Intel HD grafika. Demak, Intel bu kompyuterimizni chiroyli qilib turadigan narsa demak, juda ham chiroyli grafikalar ko'rsatish uchun menimcha. Demak, qidiramiz bu yerda. Mana bu yerda har xil drayverlar ko'ryapsiz. Intel yana Intel USB drayverlar mana eng kerakli narsalar. Demak, bu drayverlar xohlagansiz skachat qilishingiz mumkin. Mana Bluetooth drayverlar. Demak, Bluetooth kompyuteringizda Bluetooth ishlamayotgan bo'lsa, albatta ushbu drayverni xohlagansiz skachat qila olasiz. Ya'ni 7 bo'lsa 7 va shunga o'xshash. Demak, qaraymiz. Hozir men bironta bir drayver skachat qilib olib kompyuterga o'rnatamiz. Demak, Android DP Infactor shunga o'xshash narsa. Demak, USB kamera, ya'ni telefoningizni kamera orqasida kamerasi bo'lsa, USBdan bemalol kamera qilsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, Sony Ericsson telefonlar uchun drayver, Androidlar uchun drayver. Demak, birontasini hozir skachat qilib olamiz va o'rnatamiz. Demak, Sony Ericssonlar uchun. Bu yerda Windows 32, menda 64lik. Demak, skachat. Bu yerda juda ham katta ekan. Afsuski, men internetimni kuchi yetmaydi buni skachat qilishga. Bironta yengilrog'ini topishga harakat qilamiz hozir. 5 megabayt bo'lsa ham 9 megabayt ekan. Demak, hozir bironta kichikroqni skachat qilib olib, uстановка qilamiz. Demak, HD Infact mana shu skachat qilishga harakat qilamiz. Agar katta bo'lmasa, katta emas ekan, 1 megabayt. Demak, drayverni mana shunday holda skachat qilasiz. Ya'ni drayver skachat bo'ladi mana. Ko'rib turganingizdek skachat bo'lyapti. Buni qanday qilib uстановка qilish mumkin? Hozir buni osongina yo'lini o'rganamiz. Demak, mana audio, Intel Display audio va bu yerdan qaraysiz. O'zingizga kerak bo'lgan drayverlar hammasini shu yerdan topishingiz mumkin. Ya'ni mana bu saytdan. Demak, Bluetooth va yana Bluetooth, virtual Bluetoothlar ham bor ekan. Va shunga o'xshash narsalar. Agar topolmagan narsalar bo'lsa, bemalol mana bu yerga drayverni nomini yozasiz. Masalan, sizga audio driver kerak bo'lsa, audio driver deb найти so'zini bosasiz va driverni topadi. Bu yerda poisk driver ham bor. Masalan, bu yerdan ham driverni topishingiz mumkin. Mana bu yerda qanaqa qilib topishni o'rgatyapti sizga. Qanaqa qilib driverlaringiz mana topilmagan driverlarni topishni o'rgatyapti. Bu yerda ham o'rganib topishingiz mumkin. Hozir skachat qila oldim buni. Demak, ko'rib turganingizdek, menda 1 megabayt narsani qancha sekin skachat qilayotganini ko'ryapsiz. Afsuski, internet tezligimiz mana shunaqa.
Demak, skachat bo'ldi. Mana skachat bo'ldi. Demak, mana programma. Shunchaki ustiga 2 marta bosamiz va programmani установка qila boshlaydi hozir. Biroz kutamiz. Demak, далее принимаю. Demak, я принимаю условия лицензияni da. Yandex element kerak emas. Master установка driver устройства далее va готов. Ko'rib turganingizdek, driverni hozir установка qilib bo'ldi. Mana driverimiz установка bo'ldi. Yo'q, bu hozir установка bo'lmadi adashmasam, nimagadir topolmadi dedi. Demak, men qaytaman. Bironta kichikroq driver hozir skachat qilishga harakat qilamiz. Keling, bironta bir maydaroq driver hozir topamiz. Bluetoothni o'rnatishga harakat qilamiz. Demak, Bluetooth qayerda qoldi? Mana keling, usubi bironta usubini skachat qilamiz. Usubi Bluetooth katta biroz. Windows 8 ga skachat qilibman. Windows 7 ga mana skachat qilamiz. Demak, Bluetooth driverni skachat qilyapmiz. Yo'q, bu Broadcom ekan. Ya'ni hozir skachat qilguncha pauzaga olib turamiz. Bo'lmasa video urokimiz cho'zilib ketadi. O'zi cho'zilib ham bo'pti. Demak, установка bo'lishiga oz qoldi. Ya'ni skachat bo'lishiga. Uzr, adashib ketdim. Demak, skachat bo'ldi. Ustiga 2 marta bosamiz. Va далее, net, далее, Broadcom. Net trебется. Ko'rib turganingizdek, menda hammasi установка bo'lgan. Ya'ni mana bu yerda yozyapti. Broadcom обновлять не требуется. Ya'ni menda обновлять bo'lmaydi. Programma установка bo'lgan va hammasi joyida turibdi. Agar sizda joyida bo'lmasa, bu yerda далее knopkasini bosasiz, o'zi avtomatik установка qilib tashlaydi. Demak, готов so'zini bosaman. Bu yerda yana sayt kiryapti. Demak, mana driverni qanaqa qilib установка qilishni o'rgandik. Agarda sizda mana bu yerda siz izlagan driver chiqmasa, ya'ni bu yerda audio yoki shunga o'xshash narsalar chiqmasa, Google ga shunchaki kompyuteringiz ismini yozasiz. Masalan, menda Acermi? Acer deb yozamizda driver audio. Shunday deb yozilsa kerak, yo audio deb yozilsa kerak. Hozir biroz adashgan bo'lishi mumkin. Mana driver audio. Va mana bu yerda ko'rib turganingizdek, download Acer Sound Driver. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerga masalan kiramiz va yoki mana bu yerga kiramiz. Shu yerlardan driverni topib o'zimiz skachat qilib olamiz. Buni yo'li oson. Agar siz kamera ishlamayotgan bo'lsa, kompyuteringiz ismini yozasiz va driver so'zini qo'yasiz, kamera so'zini yozasiz. Agarda biron boshqa programmalar bo'lsa, ya'ni driverlar bo'lsa, o'sha driverning ismini yozib, albatta yana izlasangiz bemalol chiqadi va o'shalarni skachat qilib olib установка qilasiz. Demak, mana bu yerda ko'rib turganingizdek driver chiqdi. Demak, download so'ziga bosib bu yerda skachat qilib olamiz va yana установка qilishni davom etamiz. Buni hammasi juda oddiy. Albatta sizlar bilan Tangiru Sanjar bo'ldi. Bugun qanaqa qilib kompyuterlarga driverlarni o'rnatishga o'rgandik. Keyingi video uroklarda esa uchrashguncha sog' salomat bo'ling deb qolamiz.